Eng katta yarim orol qaysi? 3, 2, 1 Arabiston. Ikkovlariga ham qo'ying. Qaysi qon guruhi universal qabul qiluvchi hisoblanadi? 4. 4. To'g'ri, teng aytlaring. Qo'ymay turamiz. 1 metrda necha santimetr bor? 100. To'g'ri, bularga. Eng ko'p miqdorda suv saqlay oladigan o'simlik qaysi? Kaktus. To'g'ri. Bular birinchi aytdi sizga. Eng quruq qit'a qaysi? Avstraliya. Yo'q. Antarktida. Antarktida, to'g'ri. Bularga. Sen o'qigan. Dunyodagi eng ko'p jahon chempioni bo'lgan terma jamoa qaysi? Braziliya. Braziliya, to'g'ri. Bularga. Qaysi organ kislorodni qonga o'tkazadi? O'pka. O'pka, to'g'ri. Siz o'pka demaganmidingiz? Yurak. Islomdagi birinchi xalifa kim bo'lgan? Abu Bakr Siddiq. To'g'ri, bularga. Futboldagi eng ko'p oltin to'p yutgan futbolchi kim? Messi. To'g'ri bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat.